Assalomu alaykum. Men Koreya aviatsiya universiteti rektori He Yong Hur. Bizning universitetimiz Toshkent davlat transport universiteti bilan ikki tomonlama hamkorlikda diplom tizimini ishga tushirayotganidan xursandmiz. Men o'tgan yillarda 2 bor O'zbekistonga tashrif buyurgan edim. Chunki ikki mamlakat o'rtasidagi ta'lim sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash uchun ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston ijtimoiy barqaror, boy tabiiy resurslarga ega va ta'limga qiziqishi yuqori bo'lgan davlat bo'lib, uning o'sish salohiyati juda katta. Ayniqsa ichki mamlakat bo'lishi sababli aviatsiya va havo transportining roli yanada ortadi. Kelajakda O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishi bilan aviatsiya sektori ham jadal rivojlanishini kutish mumkin. Hozirgi kunda Uzbekistan Airways tez o'sib bormoqda va mamlakat bo'ylab aeroport infratuzilmasi ham nisbatan yaxshi rivojlangan. Shuning uchun taraqqiyotning yuqori darajada bo'lishi kutilmoqda. Aviatsiya bu global standartga ega sanoat bo'lib, uning asosiy elementlaridan biri yuqori mutaxassislarni tayyorlashdir. Koreya aviatsiya universiteti 3 ta mutaxassislik rejalashtirish, texnik xizmat va aloqa bo'yicha ochilgan edi. Bu esa aviatsiya sohasining asosiy mutaxassislarini tayyorlashga qaratilgan edi. Bugungi kunda Koreya aviatsiya universiteti va Toshkent davlat transport universiteti bilan 2025-yil sentyabrdan boshlab aviatsiya sohasida havo kemasini boshqarish, ya'ni uchuvchilarni tayyorlash uchun o'zaro hamkorlikni boshlash rejalashtirilmoqda. Toshkent davlat transport universiteti aviatsiya uchuvchiligi fakultetida tahsil olgan talabalar Koreya aviatsiya universitetida 3 va 4-kursda nazariy o'qishlarini davom ettiradilar. Bizning universitetimiz 72 yillik tajribasini Toshkent davlat transport universiteti bilan bo'lishadi. Dunyo bo'ylab aviatsiya operatsiyalarining barcha protseduralari ingliz tilida standartlashtirilganligi sababli ingliz tili asosiy qobiliyat bo'lishi kerakligini tushunish kerak. Albatta, barcha darslar ham ingliz tilida bo'ladi. Koreya dunyoning eng yirik aviatsiya davlatlaridan biri bo'lib, Koreya aviatsiya universiteti Koreyaning eng yirik aviatsiya kompaniyasi Korean Air tomonidan boshqariladi va barcha aviatsiya sohasidagi ta'lim xalqaro standartlarga muvofiq tashkil etilgan. Xususan, fuqarolik uchuvchilarini tayyorlashda xalqaro fuqarolik aviatsiya tashkiloti standartlariga qat'iy rioya qilinadi. Shuning uchun bizning universitetga xorijdan talabalar ko'plab kelmoqda. Biroq ta'lim sifatini ta'minlash uchun biz tanlab qabul qilishni amalga oshiramiz. Koreya aviatsiya sohasidagi ta'lim AQShning Federal aviatsiya idorasi va Yevropaning aviatsiya xavfsizlik agentligi tomonidan o'rnatilgan xavfsizlik standartlariga, shuningdek Boeing va Airbus kompaniyalarining operatsion protseduralariga to'liq mos ravishda tashkil etilgan. Toshkent davlat transport universiteti bilan boshlanayotgan bu qo'shma ta'lim dasturi orqali O'zbekiston kelajakda Markaziy Osiyoda aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashda xalqaro darajaga ega bo'lgan markazga aylanadi deb umid qilamiz. Fuqarolik uchuvchisi va aviatsiya sanoatining o'sishi bilan talab ortib borayotgan eng yuqori darajadagi kasb hisoblanadi. Koreya aviatsiya universiteti eng yaxshi talabalar to'planadigan o'quv yurtidir. Sizlarni Koreya aviatsiya universiteti bilan hamkorlikda Toshkent davlat transport